Mana operatorlar biladi, u paytda 3 ta dublga ruxsat bor edi. Bitta dublda meni bir urdilar, shlapamni o'chirib yubordilar. Men to'xtadim, oyijon dedim, meni kechirasiz, sizga o'rgata olmayman. Lekin men sizni norozi qildim. Uyimni tashlab, mana shuncha ovoraga sarsang hammani tashvishga solib yuribman qishloqda. Yana qizlar bilan men bu yerda o'tiribman. Keling oyijon, meni shapatilab uring. Bitta uring, xafa bo'lmayman. Bitta dublda uring, ikkita dubl qoldi desam, bo'pti uraman dedilar. Yana syomka boshlandi. Ikkinchi dublda yana urmadilar, yana shlapam uchirib yubordilar deydi. O oyijon, oxirgi dubl qoldi, oxirgi dubl desam, bo'ldi, oxirgisida uraman dedilar. Uchinchisida ham urmadilar. Beroq ket. Nima qildim sizga, oyi? Nima gunoh qilganingni o'zing yaxshi bilasan, bolam. Qani oldimga. Keyin xafa bo'lgandek bo'ldim-da, ketdim har yoqqa. Meni gapim nima bo'lardi, bular o'z boshimcha ekan, bularni o'zini bilganini qilar ekan, biz bularni oldida kichkina odammiz deb o'tib ketdim. Kechqurun baribir oldilariga kiraman, maslahatlashgani, qaysi joyni olamiz, nima deymiz. Oldilariga kirdim. Oyijon, bir marta urmadiz meni desam, nima dedilar deng? Bolajonim dedilar. Men onaman. Tarix bo'yicha kitoblarni o'qing, hikoyalarni eshiting. Kim o'zini bolasini shapatilab uribdi ko'pchilikning ichida? Yolg'onda kam uradi ona bolasini. Yolg'onda kam qarg'aydi bolasini ona. Men bolam siz qanaqa ko'pchilik ichida men sizni shapatlab uraman. Ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Bu kinoni mana shunaqa ta'sirchan, shunaqa tarbiyaviy tomonlari bor.